Hop, endi qaraydir. Writing task. Hop, task 2 da nima bo'ladi? Task 2 bilasizlar, essay, ha? Essay. Hop. Mana buni ichida hammasi bor adashmasam, agar kerakli bo'lsa bu yoqqa yozib ketaman. Hop, qaranglar. Write an essay on a certain point of view, issue or problems. Hop, ya'ni bu yerda sizlar essay yozasizlar, aynan bitta fikr bo'yicha issue, muammo yoki muammo. Xolos, mana shunaqa. Endi words twice as many points as task 1. Ya'ni qaranglar, nima demoqchi? Task 1 bu letter, to'g'rimi? Hop, letterga demak, qaranglar. Umumiy balda 3 dan 1 qismi beriladi. Ya'ni 25 yoki 25% bal. Shundaymi? Yo'q. Shunday. 3 dan 1 33% bo'ladi. Hop, demak, 33% bal beriladi. Tushunarli? Masalan, hozir sizlarga menimcha baholash tashlavdim. Hop. Hozir baholash desam menimcha chiqsa kerak. Necha bal berilishini. Hop. Qaranglar. Demak, hop, bu yerda qayerda berildi? Speaking and writing. Qaranglar, task 1 ga 24-75 bal beriladi, maksimal bal. Sizlar demak, qaranglar. Demak, maksimal 24-75 bal olishingiz mumkin task 1 da o'zida. Hop, task 2 da esa task 2 da ya'ni umumiy 70 balda, umumiy 75 bal. 75 baldan 24-75 bal olishingiz mumkin. Hop, bunda essay bo'ladi. Essayda demak 3 dan 2 qismi beriladi. Hop, ya'ni bu 66%. Yo'q, endi shunaqada 33 desak, bu ham 63 bo'lib ketadi. Shunaqa 9 bo'lib ketadi. Demak, qaranglar. Bu endi 50-25 adashmasam. Mana 50-25 bal olasizlar bundan. Ya'ni o'shaning uchun imtihonga kirganda birinchi o'rinda o'shaning uchun imtihonga kirganlaringda birinchi o'rinda task 2 yozish maslahat beriladi. Ortga vaqtga letterdan hech bo'lmasa introduction, nechtadir main body yozib qo'yish taklif qilinadi. Mabodo vaqt yetmay qolsa, lekin vaqt esa iloji bo'lsa ikkalasini ham tugatib chiqishlaring kerak. Chunki mana qaranglar, sizlar bemalol mana bu task 2 ni o'zi bilan 50 ball ola olasizlar va bu 50-25 mana bunda hech bo'lmasa introduction yozib qo'ysalaring ham, task 1 ga bu 51 ball degan B2 deganda, agar mana bu task 2 ni zo'r yozsalaringda endi umumiy holatda writingdan bemalol B2 darajada yozib chiqolsanglar bo'ladi. Essayda yaxshilab tushunib olsanglar. Hop, endi bu yoqqa qaytamiz. Endi 40 minutes total to finish task 2. Ya'ni ikkinchi taskni bajarishga umumiy miqdorda 40 minut taklif qilinadi. Lekin mana 40 minut task 2 ni yoz demaydi hech qachon. 1 soat vaqt beradi-da, sizlarga task 1 bilan task 2 ni tugat deydi. IELTSda ham bu Multi-levelda ham. Tushunarli-a? Hop, endi qaranglar, 4 ta paragrafdan iborat bo'ladi. Qaranglar, bu har doim oson. Paragrafga bo'lish oson. Ya'ni letterdan ko'ra osonroq. Letterda birinchi greeting, keyin introduction, main body va conclusion va ending. Oxirida ending degan narsa ham bor, to'g'rimi? Lekin essayda birinchi o'rinda introduction bo'ladi. Introduction. Hop, keyin esa main body 1 va main body 2 va conclusion. Bo'ldi, mana shunday bo'ladi. Tushunarli-a? Hop. 4 ta paragraf bo'ladi. Introduction, main body. 2 ta main body yoziladi odatda. Bo'ldi, undan ko'p emas. Yozsanglar bo'ladi, endi 3 ta u juda ko'payib ketadi. Mana shu 4 ta bodydan 4 ta paragraf bo'ladi. Bunda umuman salomlashish yo boshqa umuman hech narsa yo'q. Faqat introduction yozasizlar, undan keyin 2 ta main body asosiy qismga o'tasizlar va conclusion yozasizlar bo'ldi. Demak, endi 4 ta paragrafda umumiy hisobda 13 tadan 18 tagacha gap bo'lishi kerak va eng kamida 250 ta so'z bo'lishi kerak va ammo deyapti, maqsad qiling 280 ta atrofidagi so'zni deyapti. Tushunarli-a? Hop, endi you can score band 9 with a minimum. Hop, qaranglar. Bu endi IELTS ga oid shart emas. Endi
qaranglar. Quality of writing is more important than quantity. Oh, quality nima? Sifat, quantity-chi? Miqdor. Ha, miqdordan ko'ra sifati muhimroq deyapti. Ya'ni nima demoqchi? 250 ta so'zni repetitionlar bilan yozib tashlasanglar, bu уже ballaring tushib ketdi deganda. Tushunarlimi? Undan ko'ra, masalan 240 ta so'z bo'lsa ham, yoki 230 ta bo'lsa ham, chiroyli, ma'noliroq qilsanglar, unda boyagi repetition ballaring tushib repetition tushirib yubormaydi, navorot u yoq balandroq bo'ladi, task achievement ozgina tushishi mumkin. Masalan, 10 ta 20 ta so'zga. Tushunarli? O'shaning uchun sifati muhimroq. Sifat qanaqa bo'ladi, uni keyinroq ko'ramiz hali. Xo'p, endi mana bu IELTS ga oid. Task 1 da endi IELTS da sizlar xabar report yozish kerakda. Report endi uni IELTS o'tsanglar ko'rasizlar. Unda I, V, U, V degan narsa olmishlar ishlatmaysizlar-da. Xo'p, bunda task 2 da bemalol I, U, V mana shu olmishlar ishlatsanglar bo'ladi, lekin don't overuse them degan. Ya'ni iloji boricha ulardan ko'proq kerakdan ortiq ishlatib olmaydi. Bitta, ikkita yoki 3 ta 4 tagacha mumkindir balki. Bu I da ham I ko'proq ishlatiladi, U, V bu kamroq ishlatiladi. Buni negaligini o'sha taskni ichiga kirsak ko'ramiz ko'proq. Endi qaranglar, 6 question types, ya'ni odatda 6 ta savol turi bo'ladi. Umumiy qaranglar, umumiy birinchi o'rinda 2 ga hamma savol turlarini 2 ga bo'lib olsak bo'ladi. Masalan, birinchi o'rinda discussion essays. Xo'p, discussionda bu ikkita bir muammoni yoki o'sha fikrni sizlar muhokama qilishingiz kerak bo'ladi. Bunda odatda o'zing fikrlaring aytilmaydi ko'pincha. Xo'p, opinion essays bo'ladi. Opinion essay bunda o'zing fikrlaring aytishingiz shart bo'ladi. Tushunarli? Sizlar nima bu fikrga qo'shilasizlarmi yo'qmi? Bu narsani to'g'ri deb o'ylaysizlarmi yo'qmi? Bu narsani aytishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi aytyapti, your examples don't have to be truthful, ya'ni sizni misollaringiz haqiqat bo'lishi shart emas deyapti. Ya'ni haqiqat bo'lishi shart emas, but they should sound real. Ya'ni ular ammo u haqiqatga o'xshab eshitilishi kerak deyapti. Masalan, qaranglar, odamlar tasavvur qilinglar, bitta savol turi bor. Xo'p, qaranglar, odamlar mana bu space exploration degani fazoni tadqiq qilish. Xo'p, fazoni tadqiq qilishga ko'proq kamroq pul sarflash kerakda, undan ko'ra odamlarning ehtiyojiga pul sarflash kerak. Masalan, oddiygina bitta raketa uchirish qancha dahshat ko'p pulga tushadi-da, masalan. Shunaqa essayda savol turi bor edi, savol bor edi. Ya'ni hozirgi kunda masalan oxirgi marta odamzod oyga chiqqaniga kamida 50-60 yildan oshmaguncha 70 yildan bo'lgandir. O'sha 60-70 yillarda borganda masalan odamzod oyga qadam qo'ygan, undan keyin shu paytgacha texnikalar qancha rivojlangan bo'lsa ham bormagan, chunki oyga bir marta raketa borib kelgandan keyin u raketa yaroqsiz holga keladi, uni ikkinchi marta ishlatib bo'lmaydi. Va unga ketgan juda ko'p xarajatlarni undan ko'ra odamlarning ehtiyojiga, masalan oddiy yo'l qurilishi bo'ladimi yoki odamlarning sharoiti bo'ladimi, mana shunga sarflagan yaxshi deyapti degan qarashlar bor-da. Tasavvur qilinglar, odamlar mana bu fazoni tadqiq qilishdan ko'ra odamlarning birlamchi ehtiyojiga nima pul sarflash kerak. Qo'shilasizmi yo'qmi? Masalan, mana shunaqa misolda sizlar odamlar masalan shu paytgacha ko'p pul sarflab oldi, undan ko'ra men qo'shilaman, mana shu odamlar birlamchi ehtiyoji qondirilishi kerak desang, masalan misol nima? Odamlar yaqinda oxirgi marta oyga borganda, masalan 10 yil oldin oyga borganda deb aytishim mumkin emas-da. Masalan, hech bo'lmasa oddiyroq bilimlar bo'lish kerak deb bu haqida. Tushunarlimi? Masalan, oxirgi marta masalan 50 yil, 40 yil masalan oldin borganida juda ko'p xarajat ketgan deb aytishim kerak. Yoki fazo tadqiqotiga nisbatan masalan Marsga borish uchun mana shuncha xarajat ketishi mumkin deb aytsalang bo'ladi. Masalan, qaranglar, mana qada Marsga borishga shuncha xarajat ketishi taxmin qilingan. Masalan, nechadir milliard so'm yoki trillion milliard dollar masalan xarajat ketishi taxmin qilinadi deb aytsalang bo'ladi. Lekin oxirgi masalan Marsga borganda odamlar mana shuncha xarajat qildi desalang bo'lmaydi. Chunki odamzod shu paytgacha Marsga bormagan, to'g'rimi? Aynan mana shunaqa realliroq misollar aytishlaring kerak. Bu haqiqat bo'lishi shart emas, tushunarli? Lekin mana bu haqiqat bo'lishi shart emas degani, masalan, o'sha oddiy Marsga borish shuncha xarajat yoki shuncha yil talab qiladi va undan ko'ra buncha ketgan xarajatni odamlarning ehtiyojiga sarflaganimiz ma'qul deb aytsalaring bo'ladi.
Tushundingmi? Xo'p, ya'ni bu haqiqatga yaqinroq bo'lish kerak degani shu. Endi your position opinion can never be wrong. So feel free to choose any side. Ya'ni qaranglar, umuman sizlar qaysidir fikrga qo'shilishlaring yo qo'shilmasliklaring mumkin. Masalan, agree disagree bor yoki umuman advantage disadvantage bor. Masalan, qaranglar. Oddiygina bu narsa yo'q. Men misol tariqasida aytyapman. Smoking masalan should be banned everywhere yoki hop masalan do you agree or disagree? Hop, qaranglar. Chekish taqiqlanishi kerak. Hamma joyda taqiqlanishi kerak. Qo'shilasizmi yo'qmi? Qaranglar, sizlar qo'shilaman desalaring ham to'g'ri. Qo'shilmayman desalaring ham to'g'ri hisoblanaveradi. Ya'ni buni xato essay yozganda birovning fikrini xato deyishni o'zi bo'lmaydi. Tushunarli? Masalan, nimaga masalan qo'shilmayman desa, nimaga desa, sizlar faqat unga yaxshi argumentlar ayta olsanglar bo'ladi-da. Tushunarli? Masalan, chekish taqiqlanmasligi kerak. Nimaga? Chunki masalan mana bu masalan chekish taqiqlangandan keyin noqonuniy savdo ko'payib ketadi. Baribir olinadi, to'g'rimi? O'sha chekishga. Masalan, chekishga mukkasidan ketgan odamlar baribir nimadir qilib yo'lini topib oladi va bu noqonuniy savdoga olib boradi va noqonuniy savdo bo'lgandan keyin odamlar baribir shuncha sigaretni baribir chekadimi? Undan ko'ra masalan chekishga soliq ko'proq solingan. Masalan, boshqa tovarlarga masalan 10% miqdorda soliq solingan bo'lsa, bunga 50% mi, 30% masalan shunaqa soliq solinganda va bundan davlat ko'proq foyda ko'radi. Undan ko'ra masalan davlat shuncha pulni ketkazgandan ko'ra taqiqlanmasin, chekadigan odam cheksin, faqat masalan public joylarda taqiqlansin. Masalan, o'zi taqiqlangan-ku, masalan shunaqada, tushunarlimi? Mana shu bunaqa bo'lsa qo'shilaman, lekin to'liq taqiqlashda iloji yo'q baribir. Deb masalan yaxshi argumentlar keltira olsanglar, masalan buni xato tomoni yo'q. Tushunarli? Masalan, qanaqa fikr bo'lsa ham sizlar qo'shilaman desalaring ham, qo'shilmayman desalaring ham qaysi tomonga qo'shilasizlar? O'sha farqi yo'q, tushunarli? Masalan, shaharda mashinalar ko'p bo'lishi kerak degan ko'p bo'lishi kerakmi, kam bo'lishi kerakmi? Buni o'zlaring hal qilasizlar. Ko'p bo'lishi kerak deb ham aytsalaring bo'ladi, kam bo'lishi kerak deb aytsalaring ham bo'ladi. Faqat buni asoslab bera olishlaring kerak. Tushunarli? Masalan, mashinalar ko'p bo'lishi kerak. Masalan, bu u joydan bu joyga yetib olish juda ham oson bo'ladi, tezroq bo'ladi masalan mashinada. Yoki yo'q, mashinalar shaharda ko'p bo'lmasligi kerak. Bu atrof-muhitni ifloslanishiga sabab bo'ladi va public transport bu ko'proq qulayroq bo'ladi, ya'ni jamoat transporti qulayroq bo'ladi deb sizlar o'zlaring argumentlaringni keltira olishlaring kerak. Ya'ni qaysi tomonni tanlashlaring o'zlaringga bog'liq va bu umuman xato hisoblanmaydi. Tushunarli? U main body'da keyin ko'ramiz. Main body'da yozasiz, main body'da to'liqroq yozasizlar. Endi main body'da nima deb yozishingiz keyinroq. Agree'da. Masalan, main body'da bitta main body'da ikkita faktlar bilan, ikkita argument bilan isbotlab bersang, ikkinchi main body'da yana qo'shimcha yana ikkita argument keltirishing kerak masalan. Mana shunaqada. Endi har xil essay turiga qarab har xil bo'ladi-da. Shuning main body o'zi alohida mavzuda. Hozir main body'ni qisqacha og'zaki tushuntira olmayman. O'sha paytga kelganda ko'ramiz. Xo'p, endi qaranglar. Position degan pozitsiya, ya'ni sizlarning fikrlaring hech qachon xato bo'lmaydi. O'shaning uchun feel free degani o'zingizni erkin his qiling degani. Istagan tomonni tanlashga. Xo'p, use a pencil for easier correction, ya'ni qalamdan foydalaning iloji bo'lsa deyapti. Bu to'g'rilashga osonroq bo'ladi. Iloji bo'lsa qalamda yozinglar, lekin mana bu imtihonda bizda ruchkada yoziladi, IELTSda qalamda yoziladi. Writing. Hozir nima aytganman menimcha, sizlar bemalol qalamda yozib olib kelsalaring bo'ladi. Hozir bu yerda. Endi qaranglar. Basics yo'qda xato qilsang ustidan bitta chizasa bo'ldi. Yoki bitta qarshi olasan, ustidan chizishga ruxsat berilgan. Qaranglar, keyin yozuv chiroyliligi muhimmi yo'qmi desa, muhim emas. Birinchi o'rinda sizlar tushunarli yozsanglar bo'ldi. Tushunarli. Masalan, kimdir unaqa yozadi, kimdir unaqa yozadi, chiroyli yozadi degan narsa o'zi yo'q. Sizlarga bu yerda asosan fikrga qaraydi. Tushunarli? IELTSda bizda biladi, multi-level qay darajada IELTSda ko'rgan bo'lsanglar, mana bu sizlarga xo'p, hozir qaranglar. Mana bu IELTSda answer sheetida ko'rsanglar, oxirida baholashda examiner 2, mana examiner number 1. Birinchi ikkita examiner tekshiradi-da. Ikkita examiner tekshiradi, ya'ni ikkita imtihon oluvchi tekshiradi. Xo'p,
bilmayman. Hop, qaranglar. Va ikkita ekzamener tekshiradi. Agar bittasi sizlar yozuvlarni tushunmasa, ikkinchisiga mana ko'r bu yerda nima deb yozgan tushuntirib yubor deb so'rash shart. Ya'ni ular tushunib olishi shart, majbur ular. Tushunadi. Birinchi o'rinda agar juda ham tushunarsiz bo'lsa, keyin esa tushunarsiz deb aytib ketadi. Masalan, ga o'xshadimi? Deb yozib ketsa bo'ldi. Keyin mana bu iloji boricha mana bu ayni anaqa qilib yozmaylar. Mana bu yozma mana bu bor-ku. Shunaqa qilib yozmaylar ayni. Tushunadi-ya? Bu mumkin emas. Ay deb hisoblanmaydi-dir. Hop, endi buni tushuntirdim. Hop, endi qaranglar. Yozuv jihatidan tushunarli, yozuv, lekin tushunarli yozishing kerak. Tushuning sen Jahongir. Ko'pincha ba'zi yozuvlar tushunarsiz bo'lib ketadi-da. Sen hech bo'lmasa yozuvni chiroyli qilma, lekin tushunarli qil bo'ldi. Tushunarli qilish uchun nima? Hech bo'lmasa bosma harflarda yoz, bosma harf har doim tushunarli bo'ladi. Bosma harfda yozsang, har doim tushunarli bo'ladi. Yozma harfda yozishing shart emas bu yerda. Hop. Endi qaranglar, umumiy birinchi o'rinda outline degani bu tayyorlanish kerak-da. Masalan, har doim bir reja savolga turiga qarab, sizlar mana bu letter yozganda ham birinchi nima yozib olishni rejalashtirib olamiz-ku, to'g'rimi? Aynan mana shu narsa. Endi qaranglar, introduction bo'ladi. Mana 40-50 ta so'z kamida va 3 ta gap. Odatda. Endi body paragraph 1 90-100 ta so'z va 4-6 ta gap bo'lishi kerak. Endi body paragraph xuddi shunday. Body 1 bilan body 2 bir xil bo'lishi kerak, iloji boricha. Ya'ni bittasi kam, bittasi ko'p bo'lib qolmasligi kerak. Balans saqlash kerak. Tushunarli? Body paragraph ikkalasi odatda bir xil bo'ladi va conclusion 30 ta so'z va 2-3 ta gap. Va check work, ya'ni tekshirib chiqishlaring. Qaranglar, birinchi o'rinda outline degani o'qib, savolni tushunib, keyin esa rejalashtirib olish va bunga 5 minut taklif qilinadi. Ya'ni agar rejalashtirmasanglar, masalan 5 minut ichida ham yozib tashlayman deb sirazi yozishga tushsanglar, bu sizlar xatolaringda, chunki rejalashtirmasalaring mana bu kelajakdagi vaqtda anchagina saqlab qolgan bo'lasiz, save qilgan bo'lasizlar. Tushunarli? Rejalashtirsalaring ancha osonroq bo'ladi. Keyinchalik yozishga ham. Xo'p, endi 5 minut mana shu introduction yozishga 5 minut va ikkita bodyni yozishga 10 minutdan va conclusion yozishga 5 minut vaqt va yana tekshirishga 5 minut taklif qilinadi. Endi qaranglar, 6 types of questions, ya'ni 6 ta savol turini ham ko'rib ketamiz sizlar bilan. Birinchi o'rinda agree disagree savol turi bor, ya'ni qo'shilasizmi yo'qmi? Masalan, qaranglar, some people believe that unpaid community service should be compulsory part of high school. Ya'ni ba'zi odamlar ishonadiki, deyapti, unpaid community service. Ya'ni nima degan unpaid? To'lanmaydigan jamoat xizmatlari compulsory, bilasizmi? Compulsory majburiy bo'lishi kerak. Mana yuqori maktab dasturida deyapti. Xo'p, ya'ni bizda ham bor, masalan, katta sinflarda mana bu atrofda chopish bo'lishi mumkin, lekin ularda jamoat xizmatlari bo'lishi mumkin. Masalan, ko'chani nimadir tozalash mumkinmi yoki axlat ko'payib ketgan bo'lsa tozalash mumkinmi? Shunaqa narsa. Oldin bizda ko'proq bo'lardi. Biz masalan ko'p chiqarardi. Sizlar hozir imtihondan keyin chiqarish mumkin chiqarsa. Va mana bu narsa majburiy bo'lishi kerak deyapti. Bu faqat yuqori sinflarga. High school degani masalan 9-12 sinflarda ularda menimcha majburiy bo'lishi kerak deyapti. Masalan, qarang, working for a charity. Bu charity nima edi? Xayriya ishlari deyapti. Improving the neighborhood, ya'ni mahallani yaxshilash va teaching sports to young children, ya'ni yosh bolalarga sportni o'rgatish. Mana bunaqa ishlar majburiy bo'lishi kerak deyapti. Nima qilish? Qo'shilasizmi yo'qmi deyapti. What extent? Qanchalik darajada qo'shilasiz yoki qo'shilmaysiz? Xo'p, qaranglar. Bu yerda endi choose one side deyapti, qaranglar. Bu yerda bitta tomonni tanlang. This is not discuss both sides. Ya'ni bu ikkala tomonni ham muhokama qiling degani emas deyapti. Endi it's possible to write a partly agree essay, but this is risky. Xo'p, qaranglar, bunaqa essaylarda agree disagree bor-ku, mana bu do you agree or disagree yoki ko'pincha hozirgi kunda eng ko'p ishlatiladi what extent do you agree or disagree. Xo'p, ya'ni bu qanchalik darajada qo'shilasiz yoki qo'shilmaysiz. Qaranglar, mana smoking tasavvur qilinglar, chekish taqiqlanishi kerak. Qanchalik darajada qo'shilasiz yoki qo'shilmaysiz.
sizlar yo to'liq qo'shilishlaring kerak yoki to'liq qo'shilmasliklaring kerak. Tushunarli? Masalan, ba'zan qisman qo'shilaman, qisman qo'shilmayman desanglar, bu xavfli-da, tavakkali. Buni o'zining yozilish turi bor va balanced essay deyiladi. Uni o'rganmaymiz. U masalan C1 darajada ham ko'pincha o'tilmaydi u narsa. Yozilmagan ma'qul. Bu xavfliroqda. Tushunarli? O'shaning uchun yo to'liq qo'shilish kerak. Mana chekish hamma joyda taqiqlanishi kerak. Men to'liq qo'shilaman, sababi shunaqa. Yo'q, to'liq qo'shilmayman. Mana bu shunaqa anaqalarni nima o'zlaring argumentlar keltirishlaring kerak. Ya'ni mana bu yerda mana bu pul to'lanmaydigan jamoat xizmatlari majburiy bo'lish kerak. Ha, majburiy bo'lish kerak, sababi shunaqa va keyin baditida yana shunaqa sababli majburiy bo'lish kerak. Endi qo'shilmayman deb o'zlaring sabablarni keltirishing kerak. Tushunarli? Endi what extent do you endi your opinion is required. Ya'ni bu yerda sizlar o'zlaring fikrlaringni so'raydi. And you are allowed to strongly express it. Ya'ni sizlar bu yerda fikr aytishingiz mumkin. Ya'ni opinion essay dedim-ku, to'g'rimi? Bu opinion essay ichiga kiradi va sizlar menimcha, qaranglar, o'shanda aytsam, I think, in my opinion, in my view, mana shunaqa bularni hal ko'ramiz. O'zini fikrlarini aytishlarni va mana bularni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar. Some experts bu advantage disadvantage essay turi, ya'ni yaxshi tomoni, yomon tomoni degani. Xo'p, qaranglar. Some experts believe, ya'ni ba'zi odamlar ishonadiki deyapti. It's better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Ya'ni xorijiy til deyapti. Mana bolalar uchun yaxshi bo'lardi xorijiy tilni o'rganish boshlang'ich maktabdan ko'ra. Boshlang'ich maktabda o'rganish yaxshiroq bo'lardi o'rta maktabdan ko'ra. Ya'ni boshlang'ich sinflardan boshlash kerak. Bizda boshlang'ichdan o'rgatiladi, to'g'rimi? Masalan, biz davrda masalan 5-sinfdan o'rgatilardi. 5-sinfda ingliz tili bor edi. Ungacha umuman ingliz tilini nimaligini tushunmaganmiz. Xo'p, mana shunda boshlang'ich nima bu qaranglar, do the advantage of this outweigh the disadvantage. Ya'ni boshlang'ichdan o'rgatishni yaxshi tomoni yomon tomonidan ko'ra ustunroq keladimi deyapti. Yomon tomonidan ustun keladimi? Endi bu yerda sizlar advantage va disadvantage tomonlarini yozishingiz kerak-da. Tushunarlimi? Ya'ni buni endi main body one advantage tomoni bo'ladi, main body two disadvantage yoki almashtirib yozsalar ham bo'ladi. Xo'p, buni o'sha main body yozishni o'rganganimizda ko'ramiz. Demak, endi qaranglar. Bu yerda choose one side only, ya'ni bitta tomonini tanlashingiz kerak. Ya'ni bu yerda yaxshi tomoni, yomon tomonidan ustun keladimi yoki ustun kelmaydimi? Mana shu narsani aytishingiz kerak-da. Ya'ni sizlar to'liq advantage deb o'ylasanglar, ya'ni boshlang'ich maktabdan til o'rgatish kerak deb o'ylasanglar, masalan, birinchi aytasizlarda disadvantage tomonini ham yozsanglar bo'ladi. Masalan, birinchi agar mana asosiy fanlar qolib ketib tilga urg'u bersak deyapti, asosiy fanlar qolib ketishi mumkin deb yozasizlar. Bu birovning fikri. Va men qo'shilaman nimaga? Ikkinchisida har doim ikkinchisida o'zing fikrlaringni yozasizlar. Men to'liq qo'shilaman, bu yomon tomoni ko'proq, masalan, yaxshi tomoni ko'proq boshlang'ичdan o'rgatishdi. Hop, buni men badida ko'ramiz. Xullas, sizlar yo yaxshi tomon deb o'ylashingiz kerak, yo yomon tomon deb o'ylashingiz kerak. Ba'zi sal yaxshiroq, sal yomonroq deb ayta olmaysizlar. Tushunarli? Hop, endi in some countries the average weight of people is increasing. Ya'ni o'rtacha og'irligi, ya'ni ba'zi davlatlarda odamlarning o'rtacha og'irligi o'sib boryapti deyapti. Ularning sog'liq darajasi va salomatligi kamayapti deyapti. Nima deb o'ylaysiz? Bu muammoga endi qanday yechimlar qilinishi mumkin? Endi bu problem solution essay deyiladi. Ya'ni muammo beriladi, sizlar muammoni kelib chiqishini aytishingiz kerak. Ya'ni main body one da sizlar muammoning kelib chiqishi, nimadan bu muammolar kelib chiqadi? Masalan, nima uchun hozir odamlarning o'rtacha og'irligi oshib boryapti? Masalan, kam harakatliligi va mana shu o'zlaring yozasizlar. Keyingi main body two da sizlar unga yechim berishingiz kerak. Tushunarli? Qanday qilib yechim qilsak bo'ladi bunga? Xo'p, endi qaranglar. Bunda what do you think deyaptimi? Demak, sizlar fikrlaringizni aytishingiz kerak. Not strongly express it. Ya'ni buni kuchli aytishingiz shart emas. Men fikrimcha deb aytib ketsanglar bo'ladi. Endi discuss both views and give your opinion degan biz bitta savol turi. Butun bir mana buni oxirini butun bir savol turi deb oladi. Xo'p. Endi qarang, ba'zi odamlar aytadiki deyapti, ijtimoiy salomatlikni yaxshilashning eng yaxshi yo'li deyapti, bu
sport majmualarini ko'paytirish. Boshqalarda aytishicha deyapti, bu umumiy jamoat salomatligiga juda kam ta'sir qiladi va boshqa yechimlar talab qilinadi deb o'ylaydi. Xo'p, ikkala tomonni ham muhokama qiling va o'zingizni fikringizni ayting deyapti. Buni ham sizlar o'zlaringiz fikrlaringizni aytishlaring kerak. Nima qilish kerak? Mana bu sport majmualari qurilishi kerakmi, qurilishi kerak emasmi? O'zlaring buni discussion essay turini o'tkazamiz, ko'proq ko'ramiz. Endi bu yerda you can agree with one side or both side. Ya'ni ikkala tomonga qo'shilsalaring ham bo'ladi bunda. Ya'ni bunaqa qilsa ham bo'ladi, bunaqa qilsa ham bo'ladi deb discuss both sides degan ikkala tomonni ham muhokama qiling degan. Xo'p, endi bu to what extent do you think? Xo'p, endi qaranglar. Ba'zi odamlar talab qiladiki deyapti, not enough of waste from homes is recycled. Ya'ni uydan chiqadigan chiqindilarni mana bu qayta ishlash yetarlicha emas deyapti. They say ular aytadiki deyapti, only way to increase recycling is for government to make it a legal requirement. Ya'ni ular aytadiki deyapti, yagona yechimi deyapti, bu hukumatga bog'liq va buni qonuniy talab qo'yish kerak deyapti. Qonuniy talab qilish kerak deyapti. What extent do you think laws are needed to make? Qaranglar. Qanaqa qonunlar kerak deb o'ylaysiz? Bu chiqindini odamlar qayta ishlashga majburlash uchun deyapti. Xo'p, endi qaranglar. Bu yerda it is the best to just pick one side and express it strongly. Ya'ni bir tomonni taniysizlar bunda ham. Buni o'sha savol turida ko'proq ko'ramiz. Xo'p, endi bu ikkitalik savol turi bor. Ikkita savol beriladi va men badining birinchi savolga javob berasizlar, ikkinchi savolga javob berasizlar. Tushunarli? Buni o'sha payt ko'ramiz. Bo'ldi, mana shu yergacha task 2miz